Va nihoyat seni topdik yaramas. Ha, sen endi bizdan ko'rasan. Nima, senlar hali shunaqa qop xayol qilyapsanlarmi? Ha, yaramas. Biz seni yo'q qilmoqchimiz. Qizcha. Voy, nima qilding? Ahmoqmisan? Singlimni nima qilding axir? Sen ham shuni xohlaysanmi? Unda meni yangi kuchimni qarshi ol. Bu yoqqa kel, yaramas. Voy, tegma menga ahmoq. Sen hech kimga yomonlik qila olmaysan. Bu yoqqa kel. Sen hozir nima qilding? Shunda mahbusni qo'yib yubordingmi? Haligi u afsungarni yo'q qilish kerak, o'shaning uchun qo'yib yubordim. Yo'q, bo'lmagan gap. Afsungar degan narsa yo'q. Janob mer aytdiki, hech qanaqa afsungar yo'q. U shunchaki o'zi to'qib chiqargan, bizni aldayapti, o'shaning uchun qamalgan. Yo'q, sen tushunmayapsan, janob mer ham tushunmayapti. Afsungar haqiqatan ham bor, u bizni yo'q qilmoqchi, to'g'ri, senlarni meni yo'q qila olmaydi. Nimaga seni yo'q qila olmas ekan? U jetellarni yo'q qiladi deyishdi. Demak aldashibdi. Agar bizni yo'q qilganda seni ham yo'q qilgan bo'lardi. Obbo, ishonmaysan-a? Karishni ishonmayman-da, yolg'on gapiryapsan. Bo'pti, o'zing bilasan, mayli. Lekin qara, men janob merga o'sha SMS yozdim. Uni jo'xa qo'yib yubordi deb. Yaramas. Mana telefon kelyapti. O'sha janob mer telefon ham qilyapti menga. Unda janob mer yoniga shoshil. U seni qishloqdan katta ehtimollar bilan haydaydi. Nima uchun haydar ekan? Axir sen mahbusni qo'yib yubording. Mahbus shunchaki oddiy mahbus emas, u aybsiz mahbus edi. Sen qayerdan bilyapsan? Balki sen ham aybdordursan. Men qanaqasiga aybdor bo'laman? Sen axir mahbusga yordam beryapsan. Sen ham bunda jinoiy sherik bo'lasan. Menga siyosatni tushuntirma, tushundingmi? Men o'zim yaxshi bilaman hamma qonunlarni. Bo'lishi mumkin emas. Sen baribir uni ozodlikka chiqarganing juda ham katta yomon ish bo'ldi. Mayli, ko'rasanlar. Afsungar senlarga sehrni o'tkazganda javob berasan. Bo'lmagan narsa, afsungar yo'q. Obbo, mayli, o'zing bilasan, ketdim. Xo'sh, janob merning yoniga borib, birinchi o'rinda tushuntirishga harakat qilaman, lekin baribir tushunmasa kerak. Yo'q, nima qilsam ekan? Ana qochib ketibdimi? Hozir ko'rayin. Birinchi o'rinda mahbus qochib ketgan bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Agar qochib ketmagan bo'lmasa, uni qochirish juda ham qiyin. Endi janob mer bilib qolgandan keyin yordam berish anchagina qiyinlashadi. Qochib ketibdi, yaxshi bo'pti. Juda ham yaxshi. Bu degani afsungar yo'q qoladi va janob merga qanday isbotlaymiz, hayronman. Menimcha qanaqadir rejasi bo'lsa kerak o'sha jetelni ham. Agar rejasi bo'lmasa, o'zim unga yordam beraman. Birinchi o'rinda janob merning yoniga borishim kerak. Janob mer uyida, ya'ni ishxonasida ekan. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Sen nimalar qilib yuribsan, ahmoq? Nima qildim, janob mer? Sen nimaga mahbusni qo'yib yubording? Haligi u aybdor emas, janob mer. Kim aytdi senga u aybdor emas deb? U juda ham katta jinoyat qilgan, ko'rmadingmi? Yo'q, janob mer, siz uni tushunmayapsiz. Yo'q, sen meni tushunmayapsan, ahmoq. Hech qanaqa afsungar yo'q. Tushunyapsanmi? Qishloqda hech qanaqangi afsungar jetel yo'q. Yo'q, u qishloqda emas, u qishloq chekkasida va bizni jetellarimizni, ya'ni sizni jetellaringizni afsunlab o'ldirmoqchi. Bo'lmagan narsa, yolg'on gapiryapsan. Yo'q, men nimaga yolg'on gapiraman sizga axir? Isbotla unda. Qanaqasiga isbotlashim mumkin? Bilmayman, qanday isbotlasang isbotla, o'zing bilasan. Lekin isbotlay olmayman. Yordam beringlar, yordam. Nima bo'ldi? Mana o'z oyog'i bilan kelibdi-da. Jo'xa, u meni singlimni o'ldirdi, afsungar, singlimni o'ldirdi. Nimaga aldayapsan? Hech qanaqa afsungar yo'q u. Janob mer, nimaga ishonmaysiz? U singlimni o'ldirdi. Iltimos yordam beringlar. Jo'xa, tez olib borib joyiga qamagin, qochib ketmasdan. Bo'lmasa qishloqdan haydalasan. Jo'xa, mayli, meni qamagin. Men aybdorman. Sen qishloqdan haydalma, iltimos. Yur ketdik unda. Mayli, lekin janob mer yaxshi ish qilmadingiz. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. To'xtang, janob. Nima deysan? Nimaga singlingizni o'ldirib qo'ydi? Nima qildi? O'ldimi yo'qmi bilmayman. Xullas, nimadir qildi, sehrlab qo'ydi. Keyin yiqildi. To'xtang. Men sizda nimadir qilishimiz kerak siz bilan. Qanaqadir reja o'ylab topish kerak. Bilmadim, reja o'ylash qiyin. Mayli. To'xtang-da, menda bitta cho'tka reja bor. Qanaqa reja? Avval meni qabaga keyin aytasan. Yo'q, to'xtang. Sizni hech qachon qamayman. Nima deyapman, qamamayman. Agar sizni qamasam, keyin afsungar qishloqlarni o'ldirib yuborsa, dabdala bo'ladi. Shuni men janob merga tushuntira olmayapman, afsuski. O'sha afsungar qayerda? Men borib o'shani rasmga olib kelib janob merga ko'rsataman. U qishloqni kirish qismida o'ng qo'lda. Lekin unga kuchi yetmaydi. Uni o'ldirish uchun maxsus qurol kerak. Men uni ixtiro qilishim kerak.
Sizga qancha vaqt kerak? Atigi 1 soat. Meni qo'yib yuborsang shu yerda 1 soatda aniqlayman. Lekin oddiy qurollar uni o'ldira olmaydi, tushundingmi? Iltimos, singlim o'lib qolmagan bo'lsa uni qutqargin. Yolvorib so'rayman sendan. Xo'p, mayli, harakat qilaman. Siz bo'lsa o'sha maxsus qurolni ixtiro qiling. Bo'pti, hozir o'rmondan borib kerakli narsalarni olib kelaman, bo'ptimi? Mayli, omad. Bo'pti, senga ham omad. Ehtiyot bo'l, uni joni ko'p. Mayli. Bu degani hech qanaqa qurolingga ta'sir qilmaydimi? Mayli, hech bo'lmasa o'q uzib ko'rayin. Agar ta'sir qilmasa ham hattoki o'q uzganim qoladi. Hozir birinchi o'rinda bu yerdan qurollarimni olib olishim kerak. Qurol bilan borsam hech bo'lmaganda o'zimga dug' paydo bo'ladi, o'lmasa ham. Tak, qaysi qurolni olsam ekan? Tak, qurollar o'zi oddiy qurollarim bor ekan. Mayli, to'pponchani olib olaman, chunki to'pponcha juda ham chiroyli qurol va juda ham chiroyli otadi va bo'ldi. O'zi chiroyli qurolni menga nima keragi bor edi? Tak, janob merga aytaymikan, uni qamab qo'ydim deb. Ishonmaydi-da. O'zi ishonmaydi hamda, rostdan ham qamamadim u. Nima qilsam ekan? Mayli, aytib o'tib ketaman. Hozir. Lekin afsungarni suratga olib kelaman desam, yo'q, borma, yolg'on narsa desachi. Mayli, borib aytib ko'ray baribir. Janob mer, xullas olib borib mahbusni qamab qo'ydim. Mana bu eshik to'g'ri. Endi esa borib ishlarni ko'r. Lekin sizga bitta narsani aytmoqchiman. Qanaqa narsa? O'sha afsungarni sizga isbotlab bermoqchiman. Qanday qilib isbotlaysan? Hozir uni rasmini olib kelaman. Qanaqasiga rasmini olasan? Men baribir ishonmayman. Bo'ldi, unda kutib turing, hozir olib kelaman. Bo'pti, agar yolg'on gapirgan bo'lsang, mendan ko'rasan. Xo'p, harakat qilaman. Lekin yolg'on gapirmaganman. Qishloqni kirish tushunmadim. Mana o'sha Tursunxonning xotini, ya'ni boyagi Jitilning singlisi. Obbo, endi nima bo'ladi? O'lib qolgan bo'lsa-chi bechora? Yo'q, o'lgan bo'lishi mumkin emas. Ishqilib o'lmagan bo'lsin-da. Agar o'lgan bo'lsa bormi? Tursunxon yig'laganidan butun dunyoni faryodga to'ldiradi. Yo'q, hozir nimadir qilishga harakat qilaman. Nima qilsam ekan? Menimcha o'sha yerda bo'lsa kerak, o'ng qo'lda degandi. Xo'p, asta boramiz. Tak. Yana bittasi kelibdi-da. Sen kimsan? Men afsungar. Yaramas. Meni baribir o'ldira olmaysan. Yaramas. To'xta, rasmga olay. Kulib tur. Nima qilmoqchisan? Bo'ldi, endi befoyda. Bo'ldi, qochish kerak bu yerdan endi. Xo'p, tez qochmasam, agar menga yetib oladigan bo'lsa, dabdala boru, ishqilib ortimdan quvlab kelmayotgan bo'lsin. Agar quvlab kelayotgan bo'lsa, nima qilaman? Har ehtimolga qarshi qurolni tayyorlash kerak. Tak. Qani? Yo'q, kelmayapti, yaxshi. Juda ham yaxshi kelmayotgani qulay bizga. Lekin ko'rdinglarmi, 4 ta o'q otdim. Lekin birortasi ta'sir qilmadi. Demak, unda qanaqadir hiyla-nayrang bor. Rostdan ham u sehrgar axir. Tak. Janob mer, men rasm olib keldim. Qani ko'rsat. Hozir mana o'sha rasm. Bu oddiy Jitil ko'zini oqartirib olgan. Yo'q, siz atrofdagi narsalarga qarang. Rostdan ham qanaqadir sehrgarga o'xshaydigan narsalar bor ekan. Baribir ishonmayman. Ishonmaysizmi? Yo'q. Unda ana derazadan qarangchi, siz ana yoqda kimni ko'ryapsiz? Qanaqadir ayol kishi yotibdimi? O'sha Tursunxonning xotini, boyagi Jitilning singlisi. Nima qilgan unga? O'sha sehrgar uni sehrlab qo'ygan. Bo'lishi mumkin emas. U ko'chaga shunchaki yotib olgan. Nimaga ishonmaysiz, axir janob mer, u rostdan ham sehrgar. Nima qilsam ekan? Videoga olib kelsang ishonaman. Obbo, ezvordizu, rasmga nimaga ishonmayapsiz? Balki buni ChatGPT yasab bergandir. O jinnimisiz? ChatGPT qayerdan yasab beradi bunaqa rasmni? Men baribir ishonmayman. Videoga olib kel. Obbo, mayli. Hozir endi videoga olib kelishim kerak. Videoga ham shu telefonda o'zida olsa bo'ladi-yu, apparat kerak emas. Lekin menga hujum qilib qolsa-chi? Yo'q, juda ham tez borib tez qochish kerak yoki uzoqroqdan olishim kerak. Daraxtlar orasidan borsam meni ko'rmaydi. Qachon maxsus qurolni yasarkan ana janob. Tezroq yasaganda tezroq uni yo'q qilardim. Menimcha maxsus qurol anchagina kuchga ega bo'lsa kerak. Tak, hozir qayerdan kirsam ekan? O'rmonning ichidan bormasam, u meni ko'rib qoladigan bo'lsa, dabdalamni chiqarib tashlasa kerak. Tak, hozir qani edi? Tak, videoni yoqamiz. Mana ekan. Tak, videoga olaman. Va bo'ldi. Endi bu yerdan survaration, qirvaration qilib olamiz. Janob mer agar shunda ham ishonmasa, keyin janob merdan qattiq xafa bo'laman, lekin qanaqasiga xafa bo'lganimda aloqasi bor bilmayman. Xafa bo'lganim bilan baribir bilmadim. Ishqilib Tursunxonning xotini tirik bo'lsin. Agar nimadir bo'lgan bo'lsa yomon bo'ladi. Hozir birinchi afsungarni o'ldiray, keyin Tursunxonning xotinini balinsaga olib boraman. Keyin esa uni davolashga harakat qilamiz. Hoy Jitil, bu yerda nima qilyapsiz? Janob merga tushuntirib aytdim, u menga ishondi. Rostdan hammi? Rostdan. Men hozir qurolni olib kelaman.
Bu yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q, hazillashmayapman. Hozir olib kelaman, kutib tur. Aha, mayli. Tak, rostdan ham janob mer ishongan bo'lsa zo'r bo'pti. Janob mer, mana video. Bo'ldi, kerak emas, ishondim. Qanaqasiga ishondingiz axir? Buni tarix o'zi. Xullas ishondim. Hozir senga maxsus qurolni olib kelib beradi, uni o'ldir. Xo'p bo'ladi janob mer. Bo'pti. Borib eshitib kutib tur uni kelishini. Aha, mayli. Qayoqdan janob merga bunaqangi aql kirdi, hayronman. Mayli, endi ana jetel kelishini kutib turaychi. Bu jetel qachon kelarkini ancha vaqtdan beri kutib qoldim, kelmayapti. Mayli, kelib qolsa kerak. Ana ko'rindi. Mana yetib keldim, Jo'xa, kutib qoldingmi? Kutaman-da, qancha vaqt bo'lib ketganingizga? Bo'ldi, keldim mana. Tak, mana o'q-dori va mana qurol. Mana aka, olib qo'y. Shu qurol bilan otadigan bo'lsam o'ladimi? Nima bu? Bu raketa otadigan qurol. Xullas, menda bitta reja bor. Ya'ni hozir aytaman. Ana singlim bor edi-yu, afsunlab qo'ygan. O'shani birinchi o'rinda qutqarish kerak. Men yugurib boraman-da, o'shani ko'tarib olib ketaman. Sen bo'lsa poylab otasan. To'xtang. Men tushunishim bo'yicha siz yugurib borib olib ketasiz, men esa uni quvlab otaman, shundaymi? Shunday. Borishing shart emas. Nishonga olsang bo'ladi uzoqroqdan. Borishim shart emas, lekin baribir sal bo'lsa ham yaqinroqqa borganim ma'qulmi deb o'ylab qoldim. Hatto mana shu daraxt ustidan chiqib o'tsam, menga udobniyroq bo'ladi shekilli. Tak, mana yo'q, bu yerdan emas. Yanada biroz yaqinroq. Mana bu daraxt ustiga chiqib olaman yaxshisi. Tak, hozir chiqib olaman. Ish qilib ana obrat kechikmasinda. Mana oldi singlisini. Qochdim, Jo'xa, iltimos ot uni. Hozir janob, mana tak yaramas. Mana senga. O'ldi janob. Zo'r bo'ldi. Endi qochish kerak bu yerdan. Nimaga qochamiz? Axir o'ldi-ku. To'g'ri, o'ldi, lekin baribir juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Mayli, siz singlingizni olib Balensaga boring. Balki u qaytib tirilgandir, men borib ko'raman. Mayli, ehtiyot bo'l. Mayli. Yaxshi qurol ekan, lekin bu qurol bilan 4 ta o'ldira olmagandim. Bu bilan atiga 2 ta o'q bilan o'ldirdim. Lekin bu ham 2 ta o'q bilan o'ldirdi atiga. Tak, baribir ehtiyot bo'lish kerak. Agar turgan bo'lsa yomon bo'ladi. Yo'q, turmagan ekan. Juda ham yaxshi qaranglar qurolning turishini menda. Yo'q, dahshat qurol ekan, lekin rostdan ham. Tak, mana bu joyini portlatib tashlash kerak. Portlamas ekan u. Mayli, mana bu narsalarni sindirib bu yoqdan olib tashlamasam, qanaqadir shag'ammi, nima bo'lar? Shag'amni olib olgan qo'liga. Hayronman. Bularni nima keragi bor bu yerga? Nima qilsam ekan? Menimcha daryoga olib borib tashlasam juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki daryoda afsun o'qib ketsa bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Xullas, afsun o'zi yomon narsa, vobshe yomon narsa. Umuman afsun degan narsa yaqinlashmas kerak. Obunachilar tushundinglarmi? Afsunga vobshe yaqinlashmanglar ham, ishonishni bilmadim, lekin ishonish kerakmi yoki yo'qmi? Uni kattalardan so'raysizlar. Lekin umuman unaqa narsalarga yaqinlashmaslikni maslahat beraman, chunki afsun juda ham yomon narsa. Ko'ryapsizlar, ana u jetelning singlisini Tursunxonni nima edi? Garochi xotinni afsunlab tashlashdi. Hozir telefon qilay. Alo, yaxshimisiz jetel? Bo'ladi. Biz Balensaga yetib keldik, o'tirig ekan. Saqlab qolishdi doktorlar. Yaxshi bo'pti unda. Shunaqa. Janob merga ayt endi bo'lgan voqeani. Bo'pti, hozir aytaman. Kakrasiz juda ham zo'r bo'ldi, boru. Janob mer, biz uni yo'q qildik va tirik ekan Tursunxonning xotini. Xayriyat, tirik ekan birozdan ham. Tirik ekan. Qanaqa qurol bilan o'ldirding? Mana o'sha qurol. Nima bu, tankami? Yo'q, tank emas, ota cho'tki qurol ekan, lekin bor zoom qilishini qarang. Zo'r ekan, menga bir berasanmi? Yo'q, bu xavfli qurol. Sizning qo'lingizda bum etadi, keyin badabang, bishting bang bo'lib ketadi. Mayli, bor endi ishtikor. Mayli, ketdim.